Izza. Muallif Bayram Ali. Mehmonlar tadorigi bilan shoshib yurgan Burxon qo'lida tok qaychi ila narvonchada turib ishkomlarni to'g'rilayotgan otasini ko'rganda asabiylashdi. Bu nima degan gap ota? Buguncha qo'ysangizchi shu ishlaringizni, axir G'oziyev kelyapti. Kim? Tepadan o'g'liga ajablanib termildi otasi. G'oziyev, boshlig'im. Nima? G'oziyeving tok ko'rmaganmi? Yo tok qaychi ushlagan odamdan qo'rqadimi u? Boring, Burxon nari ketdi. So'ng peshayvonning ochiq derazasiga bosh suqib, nevarasini o'ynatib o'tirgan onasiga shipshidi. Aya, aldab-suldab chaqiring Qaysar boboyingizni, mehmonlar ham yo'lga chiqqandir. Onasi joyidan qo'zg'alavergach, ovozini yanada pastlatib qo'shib qo'ydi. Aytganday, aya, tag'in o'zingiz ko'z quloq bo'ling. Otam hadeb hovlida aylanib, G'oziyevni oldida odamni xijolatga qo'ymasin, ayniqsa kirib o'tirmasin oldimizga. Ona o'g'liga norozi boqdi. Kirsa nima qipti o'g'lim? Qaytanga sizlarga nasihat beradi, guringlaringni qizitadi-da. Es-hushi joyida bo'lsa, siz nimani bilardingiz, aya? Burxon yig'lamoqdan beri bo'ldi. G'oziyev nasihat eshitadigan odammi sizga? G'oziyev uning o'zi valomat inson-ku. Undan keyin otam bir gapga tushsa to'xtatib bo'lmaydi. Bas, chaqiring ichkariga kirsinlar. G'udrana onasining oldidan uzoqlasharkan, oshxonada pishir-kuydir qilayotgan xotiniga o'shqirdi. Lobar! Erining tergayerishlaridan xunob bo'lgan shekilli, xotini ham asabiy javob berdi. Ha! Burxonning dami ichiga tushdi. Kapkir ko'tarib turgan ayoliga biroz termilib turgach, tezlashtiring ayasi, tezlashtiring dedi sekin. G'oziyev, kelib qoladilar. Birozdan keyin 3-4 kishidan iborat mehmonlar kelib bo'lgan, to'kin dasturxon atrofida suhbat qizardi. Shu payt to'rda o'tirgan G'oziyev Burxon deb murojaat qilib qoldi mezbonga. Boya, hovlingizda keksaroq bir kishiga ko'zim tushdi. Kim bo'ladilar u kishi? Hagi, oq yaxtakdagi boboymi xuddi ayb ish qilib qo'ygandek taysalladi u. Ha, o'sha kishi. U kishi otam. Boshlig'i Burxonning o'zini tutishidan hayron edi. Nega otangiz bo'lsa bizni tanishtirmaysiz? So'radi G'oziyev hayratini yashirmay. Nuroniy kishi ekan. Chaqiring, bir suhbatini olaylik. Burxon bunaqa bo'lishini kutmagandi. U xo'p deb mehmonlar yonidan chiqdi-yu, shoshib ota-onasi va xotini o'tirgan xonaga kirib bordi. Ota, dedi iltijo bilan. Yuring, sizni G'oziyev so'rayapti. Qosh chimirdi otasi. Boshliq seniki bo'lsa, nega meni so'raydi? Chaqir, o'zi kelaversin. Unga boqib onasi va xotini piq-piq kular. Burxon ojizligidan otasiga yuvosh bir holatda jovdirab turardi. Jon ota, nihoyat yalinishga tushdi u. Sharmanda qilmay meni, shu buguncha qo'yib turing qaysarligingizni iltimos sizdan. Burxonning otasi bilan hamma qo'shqo'llab ko'rishdi. Boshlig'i G'oziyev esa quchoq ochdi, otani bag'riga bosib negadir uzoq turib qoldi. Dasturxon to'ridagi o'zi o'tirgan joyini bo'shatib berarkan, otaning yelkalaridan silab qo'ydi. G'oziyevdagi bu yengil hayajon hammaga sezilib turardi. Endi suhbatda avvalgidek baqir-chaqir, qiyqiriq yo'q, ammo kulgu hamon taralib turar, mamnuniyat barchaning yuz-ko'zdan bilinar edi. Otaxon murojaat qilib qoldi bir mahal G'oziyev. Mana, ko'pni ko'rgan odamsiz. Avvalgi sharoitlarni o'zingiz bilasiz. Odamlarni ustidan dori sochishib, kimdir och-nahor, chaqaloqlar egatda tug'iladi. Kasal bo'lsa davolanishga sharoit yo'q edi, lekin nimagadir odamlar hozir avvalgidaqa sog'lom emas deyman-da. Olimlar ekologiya buzilgan deydi. Siz nima deysiz shunga, ha? Bolam, boisi ilgari odamlar soddaroq bo'lishganda otaxon davradagilarning kayfiyatiga monand jilmayib javob qaytardi. Ko'ngli toza bo'lgan, qorni to'yib ovqatlansa shunga xursand bo'lib ketavergan, beorroq desammikin, beo'yroq deb tushuntirsammikin senga?
Masalan, mashinam atigi bitta, shuni 3ta qilay. Hademay bola chaqalarim ulg'aysa uyga sig'may qolamiz. Qo'sha uchastka solib qo'yay demagan. Hozir mushtday bola bilan suhbatlashsang ham tashvishi olam jahon. So'ngra kula qo'shib qo'ydi u. Indan keyin ilgarilari ha desa kasal bo'ldim deb tabletkaga yopishish ham bo'lmagan. Tunovi kuni qizimnikiga borsam 9 yashar o'g'ilchasi dori qutini yoniga qo'yib obdon dorini siralab ichyapti. Mana bu bosh og'riqqa, mana bu ich og'riqqa deb nomlarini dilbuzardagi reklamadan ko'rganda. Otaxonning sodda javobidan davradagilar zavqlanib kulishdi. Ayniqsa Burxonning o'zi mazza qilib kulardi. G'oziyev qahqahadanmi, hayajondanmi yoshlangan ko'zlarini arta tag'in so'radi. Odamzod necha yoshida qariganini bilar ekan otajon? Bolam. Odamzodning o'zidan so'rasang, hech qachon qaridim demas ekan, qo'lini havolatda ota. Bugun bir ishga kuchi yetmay qolsa, charchaganga o'xshayman, ertaga bajaraman der ekan. Ertaga ham qurbi yetmasa, belim tuzalsin, indiniga bajaraman der ekan. Ammo sira qaribman demas ekan. Burxon o'rnidan turib ketdi. Menga qaranglar, lekinchi dedi xuddi juda dono bir gap aytmoqchidek jo'shib. Ba'zan bu mehnat degani odamni yoshartiradimikin deb o'ylab qolaman. Mana uyda tok qirqish bormi, yer chopishmi, hozir hammasini boboy o'zi bajaradi. Stulda o'tirib ishlab men yiliga 2 marta davolanaman, boboy esa biror marta davolanay demaydilar. Hammaning kayfiyati ko'tarinki. Burxonning gapini hangoma qilib kulishardi. Birgina G'oziyev boshini egib, dasturxonga tikilib, mutaassir bo'lib qoldi. Fotiha o'qildi. Mehmonlar uyiga tarqala boshladi. G'oziyev esa otani tag'in bag'riga bosib qo'llarini qo'ymasdan hali yana ko'p kelishini, u kishi bilan ko'p suhbatlashish orzusida ekanini aytdi. G'oziyevning bunday ko'ngliga yaqin olishidan Burxon juda xursand edi. Ketish oldi G'oziyev mezbonni o'z mashinasi tomon boshladi. Burxonjon, avvalo mehmondorchilik uchun rahmat dedi ohista. Ko'ngilga botmaydigan maylik bilan otangiz juda tabarruk inson ekan. U kishini avaylang. Mehnat yoshartirarkan deb uy ishlarini qo'liga topshirib qo'yavermang deyinim. Yarim kun ish bo'lsa, deyarli yarim kun bo'shsiz. Bunday ishlarni o'zingiz bajaring. Qolaversa, men yiliga 2 marta davolanaman, otam davolanmaydi deb o'tirmay, sihatgohlarga jo'nating. Mana keksalar uchun davlatimiz shuncha imkoniyat yaratib beryapti. Biror xizmat yo yordam kerak bo'lsa ayting uka. Biz tayyor, qo'lini ko'ksiga bosdi u. Mayli. Burxonjon, rahmat yana bir marta. Biz boraylik. Shu gaplarni aytib mashinasiga o'tirgan G'oziyev eshikni yopmasdan yonginasida qo'l qovushtirib turgan Burxonga yana bir bor qaradi. Darvoqe, jon ukam, bundan keyin o'z otangizni boboy demasdan ota desangiz yaxshiroq bo'lardi. Ota deyishning, otajon deyishlikning baxtini, sururini otasi borlar anglamaydi. Buni otasi yo'qlardan so'rang, ukajon. Ota-ona ham bir davlat ekan. Shunday davlat ekanki, bir marta boy bersangiz qaytib kelmas ekan. Hozir otam yonimda bo'lsa unday qilardim. Hozir onam yonimda bo'lsa bunday qilardim degan armon bilan qolaverarkansiz mung'ayib. Mashina eshigini yopayotganda G'oziyevning ko'zlarida 2 tomchi yosh bor edi. Burxon hang-mang bo'lib qoldi. U bir uyi tarafga, bir olislashib borayotgan G'oziyevning mashinasiga sankirab tikilar ekan, jismi zil-zambil, oyoqlari go'yo yerga yopishib qolganday edi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.